Victor Craftman akalar. Bilaman, qancha vaqtdan beri video chiqmay qo'ydi. Nima Minecraft, nima o'shunaqa videolar bo'shib chiqmay qo'ydi. Akalar, bugun qaytib qilibmiz. Bilaman, bu PUBG videolar ko'payib ketgandir YouTube kanalda. Lekin PUBG videolar ko'payib ketgani bilan men uni kontent qilmayapman. Shuni aytib qo'yishim kerakki, men uni kontent qilmayapman. Va yangi kontent ochdim. Bu DLC, ya'ni Dream Legends Soccer kanal. Unaqa kontentni boshladim akalar. Bugun men tarkibim haqida qisqacha akalar, bu tarkibni men shu 3 kun bo'ldi ochganimga, 3 kun DLC-ni 3 kunga yaxshigina o'rganib, yaxshigina o'yinchilarni ham ko'kartirib oldik. Men tarkibim haqida qisqacha Rodrigo Real Madrid tarkibida, Oyazbal o'sha Osasunaning asosiy vingeri, Nunes taniyman, Telarmas, Avila, Rudonia, Bassey, Guardiol, ya'ni Manchester City. Chardonnay, Dun, Kepa, Folorsho, Gure, o'sha короче, Embalo akalar. Tarkib mana shu, mana haqiqiy sof tarkib. Mana bunday bo'lib qoladi akalar, shuning uchun buni qilib boramiz. Don asosiy tarkib o'yinchisi. Akalar, men hozir hisobimda 476 ta pul miqdori bor. Bugungi videomizning mazmuni nima? Bugungi videomizning mazmuni mana bu yerda Real Madrid Alvaro Arbeloa komandasidagi sovrinlarni 30 tadan oshirish. Bu birtali video bo'lmaydi. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qismi hattoki uzoq ketsa 6-chi qismi ham chiqishi mumkin. Okalar, buning uchun like-chalan qizartirib qo'yinglar. Birinchi o'yinimiz Oxfordga qarshi o'yin bo'ladi, ya'ni Division 4dagi Oxford. Bitta Division 1, Division 2, Division 3, Division 4larga mazmun bo'ladi. Mana o'yin boshlandi. Sal buglar bo'lsa, unaqa e'tibor bering, bu internetdan okalar. Mana boshladi bo'ldik o'yinni. Okalar, men yangiman, uchun bitta harakatlar bo'lsin. Sariq kartochka berib yubordim. Короче, Nito o'yinda Nito mazmunlar bo'lsa kechirasizlar akalar. Men chunki bu kanalni ochganimga, ya'ni bu Dream Legends Soccer o'yinini 3 kun oldin boshlaganman. E'tibor bermaysizlar, boshladik. Gap bilan boshlashimdan chiqdi. Okalar, men juda botman. Endi o'ynaysizmi deb kommentariyaga yozib tashamanglar. Bir kaga harakat okalar. Solo gol Rodrigo. Vartarios, ya'ni golkiper ushlab qoldi-yu. Hop akalar, hop. Offside. Yo'q, offside yo'q. Va gol! Mana Oyazbal. 87 urg'un. O'zbek tili qo'shilib bo'ldi. Offside yo'q edimi? Qaytib ko'rilishi. Ketdi. Sekinlashtirilgan tasvirda. Offside bo'lgan shekilli. Mana top kelishdan oldin. O'yinchi bo'lgan ekan akalar, o'yinchi bo'lgan ekan, bizga faqat kameradan ko'rmadi, men kichkina bo'lib ko'rdi. Bo'lgan ekan o'yinchi. Offside bo'lmagan. Finds his teammate. What an opportunity. Gol. Mana akalar, gol 24-daqiqada Jax Guardiol pasi bilan gol urib ketganmiz. Juan Guardiol. Olmadim. Out. Good distribution. Out.
Finds his teammate. Is this the moment? Mana uchinchi gol ham uryapmiz akalar. Okalar, We need to see that goal again. turgan bo'lsa like va obuna bosib qo'yinglar. Bu bironta montajsiz video hisoblanadi. Gap bilan o'yinni esdan chiqarmaslik kerak. That's nicely played. Tilamaylamayapti okalar. Nega? Bu gapga sabab ko'p video chiqarmadim. Tashlab qo'ydim okalar. Oh, well intercepted. Vay. Standart vaziyat okalar. Ha, aytgancha siz qaysi klubga muxlislik qilasiz? Instagram hatto YouTube qo'ying. Bu qanotdan yaxshi pas edi, Rodrigo foydalana olmayapti. Rossiya. Gol, okalar, gol. Gol. Sebey, Zashli bo'lib ketyapti-ku. Ruschasiga. Agar o'zbekchasiga himoyachi. Dilisi boshda FK chiqarmoqchi edi, chunki internetda katta bu sababli FK FC Mobile yana chiqara olmadim o'sha. Keyin futbolga qaror qildi. Hozir bu qotish telefonda emas, o'sha telefonda emas, internet. Mana boshda telefonda deb o'yladim, okalar, reklama bo'ladi. Reklama bo'ladi. Men buni boshda o'yindan deb o'yladim, lekin yo'q. Agar ijtimoiy tarmoqlarga qaraganimda bu internetda ekan okalar. Agar o'yindan bo'lib qolganda tufayli ham bunga hech kim unaqa deya olmasdi, biroq qaror keltira olmasdi. Biroq o'yinga kam variant qoldi. Voy! Qishib ketgandi, qara. Orqadagi noodatiy ovozlar uchun katta uzr so'rayman akalar, chunki mikrofonim sinib qolgan. Endi buzilib qolgan. Is this the moment? Keep glad to see that one go wide. Qishib iflos qishib ketyapti-yu. Birinchi taymda 4 ta gol urib bordik. Yo'lavora biz o'ykamada. Qanday gol okalar. Natyon Nunezning pasi. Super shedevr gol kiryapti. O, buni ko'rsatib berar ekan. Mana uzoqda gol urmadi okalar. Mana. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini ayta olmayman, bu surpriz. Hay boshida aytib qo'yaman. Keyingi videomiz shu DLC haqida bo'ladi, lekin boshqacha. Uni video chiqqandan keyin bilasiz. Let's go. Pass. Rodrigo emas. Almashtiramiz, o'yinchilar charchab oldi. Da, shunga yarashadi. Charchaganiga yarasha o'ynadi-da, 5 gol. Yaxshi. Mana okalar, nega men qisqa video chiqaraman? Chunki voy! Embolo Rodrigo almashtiramiz, chunki keyingi o'yinlarga ham Rodrigo bizga kerak bo'ladigan yagona o'yinchi, chunki hat-trick qilish ham oson emas. What an opportunity! Rodrigo! Hat-trick? Что? Uchta gol. Ha, bo'ldi. Va, bekorlashtirmadi. Xo'p, hech bo'lsa hat-trick ham qilish oson emas-ku. Embolo kiryapti, yaxshi o'yinchi. Yosh, 19 yoshda. Delasada o'zida unaqalarga to'p bo'laman.
Pastga qarang, o'ychiyoqda. Pastda. Dodi tushadi. Bolo. Ushqa yo'lamiz. Keeper glad to see that one go wide. Qanchalik ozgina qoldi-ya. Voy, orqadagi o'zlari uchun. Uzr. Oshlari var. Ayol. Se bolo. Bola yaptım bolakan. Rabiol. Yürü. Rabiol. That's nicely played. Mana shot. What a chance! Nima qilyapti bu o'yinchilar? Tupurib qo'ydi bo'ldi ularki. Rabiol. Voy, zo'r texnikada yaratuvdik. Yana o'yin yo'q. Voy. The full-time whistle sounds. The 90 Voy, minutes are tugadi up. birinchi That's all o'yinimizning for o'zi. U bir daqiqa bo'ldi akalar. Yaxshi soqqa ishlasa kerak. Kurishga yetadi. Yetarkan. Okeylar, bitta narsa aytib qo'ying, men o'zimning uydan turibman-da, shaxsiy uyimda turibman. Hozir derazani ochib qaraganimda nima deb unaqa dodlashyapti-da. Baliq deb bizning ko'chalarda yurishibdi. Top soccer. Yaxshi, Rodrigo 6 ta top assist. Nunez deymiz bizlar. Qani uni o'yinlar haqida qisqacha 2-0, 3-0, 3-0, 6-1, 6-0. Bu 8-0 yutganman. Endi bunga e'tibor bermaysiz ular. Botkamanda bo'lgandan keyin yutdim-da. Uni tablitsada Real Madrid bilan o'ynasham bor okalar. Bitta o'yinga vaqtimiz yetmaydi, shu uchun kanalga tonali kelibdi-da okalar, iplos tonali kelibdi. Pulim bo'lmadi. Xo'p. Okalar, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qisma xuddi shu vaqtlarda video qo'yilgan vaqtlardan keyin ertasi kuni video qo'yilgan vaqtda, kechagi video qo'yilgan vaqtda yangi video chiqadi. Unda xayr, sog' omon bo'linglar.